uni deb aytsin ko'zlarim duv-duv yoshlangan. Bildim shunda sevgi sirim, ko'p sirim o'ziga barchasi kegib shundoq tashlangan. Kel dardingni bo'lishgin, qaytadan tanishgin, sevgilingman sevgilim. Ah kel dardingni bo'lishgin, qaytadan tanishgin, sevgilingman sevgilim. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. Kuyib bo'lsinlar, kerakmas molu dunyosi, qursin dunyosi. Sevdim uni tovonimdan boshqacha. Sevgimiz boshqacha, Ah bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha. kuyib bo'lsinlar, kerakmas molu dunyosi, qursin dunyosi. Sevdim uni tovonimdan boshqacha. Avvalambor assalomu alaykum deya bismillahirrohmanirrohim deb sizni mana shu muhtasham, mahobatli, ko'rkam, chiroyli zebu ziynat tantanalar saroyida ko'rganimizdan mamnun ekanligimizni izhor qilmoqchimiz. Assalomu alaykum orzu havaslar bilan, pok niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum yuz ko'zlardan nur yog'ilib, duoga qo'l ochib, o'zbegimni yaxshi kunlarda, chiroyli to'yu tomoshalarda astoydil ixlos bilan baxt, omad, mehr, muhabbat so'rab kelgan aziz mehmonlarimiz. Barchangizga bugungi go'zal kunlar, chiroyli to'ylar muborak bo'lsin. Qo'lingiz bo'sh bo'lsa keling, xonadon sohiblarini shon sharaflariga guldiroz va davomli qarsak chalib qo'yasizda. Bugungi oqshomni rasman ochiq deya e'lon qilamiz. Mana shunday chiroyli shukrona dasturxon yozayotgan xonadon sohiblari, hurmatli Mahbubaxon onajonimiz hamda Labbos akamiz, ya'ni G'aybullayevlar oilasida bugun qo'shaloq bayram. Sababi otajonlarimiz, onajonlarimiz bilasizmi, hech qachon o'zlariga hech narsa so'ramasa-da, asli farzandlarini iltimoslari bilan bugungi chiroyli to'y tomoshada kelinlik maqomlarida turgan Ra'noxon go'zal kelin poshshamizni Fotiha to'ylariga chiroyli shukrona kunlarni o'layotgan aziz adajonimizga keling, chin dildan, mehr muhabbat bilan guldiroz va davomli qarsaklar bilan olqishlab qo'yaylik-da. Alloh bergan yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Ilohim, ota-onalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Doimo farzandlarini baxti kamolini, rohatini, chiroyli kunlarini ko'rib yurishsin. Va mana shu xonadonda erta-indin mehmonlik vazifasida turgan go'zal qizimiz ham o'zlarini chin xonadonlariga yorug' yuzlar bilan borsinlar. Alloh nasib etsa, chiroyli to'y tomoshalardan so'ng kelasi yil xonadon sohiblari aynan mana shu shukrona kunlariga ota-onalari, ahli ayollari, farzandlari, jigarlari, qadrdonlari, qavm qarindoshlari bilan birgalikda yana beshik to'ylariga harakat boshlashganda siz bilan baxti butunlikda, bag'ri butunlikda chiroyli to'y tomoshalarda yorug' yuz bilan ko'rishish bizga ham nasib etsin. Ilohim, kelin poshshamiz ana shu xonadonga ota-onalarning or-nomuslarini, orzu havaslarini, kuyov bolamizni omadlar yu baxtlarini olib borsinlar. Adajon, oyijonga hurmat, martaba, obro' olib beradigan go'zal qiz bo'lsinlar. Va ota-onalarimiz ham shunday go'zal qizingizdan rozi bo'ling. O'z egasiga topshirayotganingizga Yaratganga shukronalar ayting. Zero muqaddas dargoh bu oila. Ana shu oilaga go'zal go'shangalarga yor sadolari bilan borish har bir go'zal qizga nasib etsin deymiz. Va barchangizni aynan mana shu kunlarda yaxshi niyatda kelganlar, orangizda to'y boshlab qo'yganlar bo'lsa, eng kamida shunaqa chiroyli to'y va tomoshalarga yetkazsin-da, go'zal farzandlaringiz ko'z oldingizda baxtdan yonib, sizga faqat ota-ona
mendan rozi bo'ling. Rahmat shunchalik katta qilganingizga, mehr muhabbat berganingizga. Agar meni yana dunyoga kelish imkoniyatim bo'lganda, men boshqa ota-onani farzandi bo'lishni xohlamasdim deya sizga minnatdorchilik bildirish har bir farzandga rozi bo'lsin. Ilohim, mana shu farzandlar ham ota-onalarini oldida ularni duosini oladigan, yuzlarini yorug' qiladigan, Alloh oldida esa ularni haqqiga duo qiladigan haqiqiy musulmon farzandlar bo'lishsin. Barchangizga esa a'lo kayfiyat, yoqimli ishtaha tilagan holatda go'zal qo'shiqlarimizni aynan kelin poshshamizga bag'ishlab qo'yamiz va chiroyli kuy qo'shiqlar bilan davom etamiz. To'ylar muborak bo'lsin. So'zlarim muloyim, yonimda bo'l doim, yosh boladay uyalma, mani erkatoyim, tinglagin so'zimni, berkitma ko'zimni, qorachiqlaringda yor ko'rgim kelar o'zimni. Oh sevaman yor, ko'zimga ter bo'lishlaring, oh sevaman yor, yosh boladay kulishlaring, oh sevaman yor, yerga qarab turishlaring, oh sevaman yor, oh sevaman yor. Baxtim kulgani mani, hayotimda borliging har Barchangizga yana bir bor a'lo kayfiyat, yoqimli ishtaha tilagan holatda bugungi chiroyli oqshomimizni tabrik so'zlar qismini ochiq deya e'lon qilamiz. Xonadonimizda qanday chiroyli to'y tomoshalar, bazma jamshidlar bo'lishidan qat'iy nazar anglab turganingizdek, yoshlari ulug', munis va mo'tabar, qadamlari qutlug' qadamjolarga yetgan muhtarama aziz hoji onalarimizni duolari bilan boshlangan to'ylar fayzli, barokatli va mehr muhabbatli bo'ladi. Shunday ekan, xonadon sohiblarini iltimoslarga binoan va orangizda ixtiyor qilganlar bo'lsa Halimaxon hoji onamiz bilan birgalikda yoshlari ulug' buvijonlarimizni davramiz markaziga taklif qilamizda bugungi chiroyli kunlarini nishonlayotgan adajonimiz Lapos akamiz hamda kelin poshshamiz uchun eng yaxshi tilaklarni o'z egalariga yetkazsangiz Mahbubaxon onajonimizdan iltimos qilamiz va ularni yonlarida sheriklik qiladigan onajonlarimiz bo'lsa, bosh ustiga badiiy maydonimizning markaziy qismida sizni ko'rsak, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Yana bir bor xonadon sohiblariga go'zal kunlar, chiroyli to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat onajonlarimiz. Assalomu alaykum onajon. To'ylar muborak bo'lsin. Qadamlaringizga hasanotlar, Allohning ajri mukofotlari yozilsin. Yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Bugungi go'zal kunda xonadon sohiblari sizni siylab, saralab, hurmatlab, e'zozlab, chiroyli to'kin dasturxon atrofiga taklif qilishgan, lekin undan oldin esa sizni duolaringiz bugungi kun qahramonlar uchun juda ham muhim. Sababi oltin olma duo ol deyishgan. Duo bilan el ko'karadi. Shunday ekan aziz onajon, neki so'rasangiz yaratgandan so'raysiz. Biz esa sizga faqat hamrohlik qilamizda, iloho amin deya duoga qo'l ochamiz. Marhamat. Bemalol onajonim. Assalomu alaykum. Mana shu nimaga to'yxonaga yig'ilgan barcha qarindosh urug'lar, mana qo'shnilari, qudalar, hammalarim xush kelibsizlar. Mana shu nevaram baxtli bo'lsin. Qo'shqariman qo'shcha qarisin. Borgan joydan baxt topib, o'zidan ko'payib, mana shu opalarni, singillarini o'xshab yaxshi hayot kechirsin. Xudoyo osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, poshshamiz omon bo'lsin. Shu yoshlar baxtli bo'lib, shularning rohatini ko'rib yuraylik. Endi bizlarga ham nasib qilsa shu. Shu yoshlarga yetkazganiga shukr. Allohim. Rahmat. Onajonimizni duolariga qo'shilganlar bormi?
shu yoshda o'zlaridan ortib chillani chilla demasdan olis yurtlardan kelibdilar. Onajon umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Albatta nasib etsa shu kunlarda beshiklarni o'zingiz quchib, qudajonlarning uylariga borganingizda biz ham yoningizda turish bizga ham nasib etsin. Salomat bo'ling. Qolgan duolarni eshitamiz. Ketib qolish yo'q onajonim, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz mehmonlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Men shu jiyanimning qizi Ra'noxonning Fotiha to'yi ekan. Avvalambor jiyanim bilan kuyovimiz qo'sha qarisin. Mana shu farzandlarining rohatini ko'rishsin. Mana shu qizimiz ham borgan joyidan baxt topsin. O'sha oilaga yaxshi qiz bo'lib borsin. Ikkovlari qo'sha qarishsin, hammani oilasida tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir oilada mana shunday yaxshi to'ylar bo'lsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Bugun avvalambor pochchajonim ham tavallud kunlari. Uzoq umr ko'rsinlar, 100 yoshlarga kirsinlar. Mana shu farzandlarini baxt kamolini, rohatini rohatda ko'rib, opam bilan qo'sha qarib ko'rib yursinlar. To'ylar ko'p bo'lsin, jiyanim baxtli bo'lsin, borgan joyda baxt saodat bo'lib, o'zidan ko'payib, keyingi yil shu kunlarda opam bilan birga beshu to'ylar qilib, olib borish nasib qilsin. Hammanglarni to'ylarga yetkazsin. Xush kelibsizlar. Onajonlar, endi ketib qolish yo'q, bir-biringizga biroz yaqinroq turasiz. Bugungi baxtli kunda mana shunday chiroyli o'z ishini professional ustalari, mohir fotograf va videochi aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz sizni tarixga muhrlab qo'yishadi. Sizdan esa mehr, muhabbat, tabassumni kutib qolardik va onajon mumkin bo'lsa keling siz ham yo'llardan joy egallang. Demak, Jizzax shahridan tashrif buyurgan aziz onajonimiz, qarang, Allohning inoyati bilan chiroyli davrada mana shunday salobat to'kib turibsiz va astoydil niyat qildilar bizni ham ana shu beshik to'ylarga yetkazsin deb. Niyatlar, chillaxonada qilingan duolar albatta nasib etsa mustajob bo'ladi. Shunday ekan aziz onajonlar, siz o'zingizni biz uchun ham ehtiyot qiling, chunki bunaqangi farishtali, yuzlaridan nur yog'iladigan haqiqiy o'zbegimni mehnatkash, sabrli ayollari oldida biz doimo ta'zimdamiz. Sog' bo'ling onajon. Endi to'yga o'xshasin. Sizni duolaringiz bilan boshlandi. Aytishlari bo'yicha Jizzaxdan kelgan onajonlar biroz sho'x bo'ladi deyshadi. Shunday ekan keling, ana shu sho'x shodon raqslarga siz bilan birgalikda davrida xirom aylaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Qani onajonim? Yoshlarimiz baxtli bo'lishsin, onajonning umrlari uzoq bo'lsin. Yashang. Ha! Hamud jahan mulkida paydo ey sho'x parizo isming dil hamud jahan mulkida paydo ey sho'x parizo solding meni bir boqish ila husniga shaydo jilva qilib ey jon Şile hüsnine şeyda cilva kılıp ey can Yaşay anam Canlarına hecrinde kaçan bolsa giriftar Işk içine bir aşak Biladi qildim davo iqomat shamshod isming eli tobud jahon mulkida paydo ey sho'x parizod vay yomon botdi mendan ko'p gumon qilyapti
shuncha janjal shuncha tuhmat hayronman qatdan avotdi yondiryapti kuydiryapti yo o'zicha suydiryapti tergayverib jon jonimdan to'ydiryapti aquralay ko'zi quralay hali rosa beraman dodingni aquralay ko'zi quralay aquralay ko'zi quralay hali rosa beraman dodingni aquralay ko'zi quralay ko'ramiz hali ahvolingni aquralay ko'zi quralay hali rosa beraman dodingni aquralay ko'zi quralay ko'ramiz hali ahvolingni nola kunam hamisha hamdon xudam hamisha dardagi dil ozori davon davon bapesha nola kunam hamisha hamdon xudam hamisha cheki cheki borona bin shtir shtir hamisha koshki donam davoyi chashmam tu shudi dardu davoyi chashmam yoki binam rahoyi ashkom tu khudi sardu garmoyi jon ey yor biyo dildor biyo dilam rabudi koyor biyo ey yor biyo dildor biyo dilam rabudi koyor biyo اشتري نميشة şahbolsan qaysi xotin og'si nopayta torsan qaysi chamanzor menga lolayi gul norsan so'ylamana ey sanam kimni sevar yorsan kimni sevar yorsan ola göz boy 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 qora göz boy boy ola göz kalbar ay qora göz kalbar
perişan Bo'ldim perişan Ne g'azaldir ko'zi jayron Qayrilib boqsam asta men tomon Aylanmas zabon Bu pari shu pari kimning dilbari Yori bormi zori bormi ko'nglida balki O'zi majnunman bo'lsa ulayli Bu pari shu pari kimning dilbari Yori bormi zori bormi ko'nglida balki O'zi majnunman bo'lsa ulayli Osmonimda yulduzimsan Ko'zda nurim kunduzimsan Osmonimda yulduzimsan Ey ko'zda nurim kunduzimsan Sen ranjisang men o'zimdan xafa bo'laman Xafa bo'laman Sen ranjisang men o'zimdan xafa bo'laman Xafa bo'laman Shifo topib sog' bo'layin Jon hovuchlab uzun kiprigingda Bormoqdaman visolning qil ko'prigida Cho'chimasman jabru jafo azoblardan Cho'chimasman jabru jafo azoblardan Qo'rqadurman xaridoring ko'pligidan Kelgin gulim erkalagin bog' bo'layin So'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin Kelgin gulim erkalagin bog' bo'layin So'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin Nos pardasi bu go'zalning ko'p ekan Vafosi yo'q va'dasi Jonga tegdi zardasi Yuzida noz pardasi Shu go'zalning ko'p ekan Vafosi yo'q va'dasi Ketsa ketar, ketsa ketar, ketsa ketar Murodiga yetsa yetar, yetsa yetar, yetsa yetar Mehmonlarimiz yana bir bor bugungi chiroyli to'ylar xonadon sohiblariga muborak bo'lsin va hozirgi bo'lib o'tadigan qo'shig'imizni Guldek farzandlarni dunyoga keltirgan muhtarama aziz onajonlarimizga bag'ishlab qo'yamiz. Aslida dunyoda onalarni begonasi bo'lmaydi, farzandlarni ham begonasi bo'lmaydi va farzandlaringiz tomonidan siz uchun chiroyli hadya deya qabul qilasiz va barcha onalarimizni doimo yuzlaridan kulgu tabassum hech qachon arimasin. Onajonlarni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, chiroyli qarsak chalib qo'yasizlar, onajonlarni madh etamiz. Ko'zlarimga keng bu olam chiroyli O'zimga o'xshaydi bolam chiroyli Mendan ranjimang ey yoru do'stlarim Aslida hammadan onam chiroyli Mening kelishimni zor kutishlari Tabassum qilganda marjon tishlari Aslida hammadan onam chiroyli Meni suyolmaydi onamday hech kim Menga kuyolmaydi onamday hech kim Bino qo'yolmaydi onamday hech kim Aslida hammadan onam chiroyli Onam chiroyli, onam chiroyli
Xudo xolamizni mumkin bo'lsa farzandlari bilan birgalikda davramiz markaziga taklif qilamiz. Chiroyli qarsaklar bilan olqishlab tursangiz, onajonlarimizni bugungi baxtli kunlarida ularga dalda bo'ladi degan niyatdamiz. Marhamat. Bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz, oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. El yurt oldida doimo ko'kragimizni kerib yuraylik. Kimki bizga havas qilsa, ularni o'zlarini havas qilgan insonlari qatorida qilgin. Yaratgan Rabbim otalik maqomini, onalik maqomini bergiringa yarasha biz shunday qodir insonlar bo'ldikki, guldek ne'matlar, farzandlar berding. Ilohim, mana shu farzandlarni rohatini, baxtini birgalikda ko'raylik deya duo qiladigan onalar ham bor. Ilohim, kimni jufti haloli yonlarida bo'lsa, mehr muhabbatlari abadiy bo'lsin. Alloh bergan umrni oxirigacha xayrli, sermazmun o'tkazsin deymiz. Kimniki umr yo'ldoshlari o'tgan bo'lsa, oxiratlari obod bo'lsin va ortalaridan haqqalariga duo qilish yodingizdan ko'tarilmasin. Kelin poshshamiz ham bugun eng baxtlilar qatorida, sababi ham otalik, ham onalik maqomlari bor. Chiroyli qarsak chalib qo'yinglar. Keling, adajonisi, oyijonisi va kelin poshshamiz xonalar kelin poshshamizni taklif qilamizda yana bir bor. Xo'p, assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Bugungi go'zal kunlar Allohning eng bergan chiroyli ne'matlari muborak bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin. Doimo mana shunaqangi chiroyli davralarda hurmatda aziz bo'lib yurishlik nasib etsin. Qarang, shunday chiroyli go'zal oilangiz bor ekan, ko'z tegmasin. Shunaqangi yaxshi kunlarga qo'shaloq bayramlar, yangi xonadondagi yangi mehmonlar, yangi qudajonlar, kuyovlar muborak bo'lsin deymiz. Payg'ambarlar siylagan ana shu kuyov bolamiz Xudo xohlasa qizingizni siz onajonni qanday asrab avaylab yurgan bo'lsangiz, sizdan kam bo'lmasdan eng baxtli ayol qila oladigan mard, jasur o'g'lon bo'lsinlar. Lavzi halol yigit bo'lsin. Bir qo'lda ahli ayollarni, bir qo'llarida esa jannatiy onajonlarini ko'tarib yuradigan yigitlardan bo'lsin. Xudo xohlasa kelin poshshamizni kuyov bolaga, kuyov bolani esa Allohga omonat topshiramiz-da, adajonimizni duo qilishdan to'xtamaymiz. Sababi onalar ko'z yosh bilan barini to'kib sochishadi. Dunyo tashvishlarini ortga qo'yishadi, o'yin kulgi bilan chiqarishadi. Lekin otalar bir burchakda turib faqat ichidan yaratgandan so'rar ekan. Allohim farzandimni yuzini yorug' qilgin. Meni qaddimni bukmaydigan farzandlar qatoridan qilgin. Shunday go'zal farzand bo'lsinki, eng avvalo meni emas, onasini hurmat qilsin. Zero onasi yaxshi yursa, sog' salomat o'ynab kulsa, meni ham ro'zg'orimda tinchlik, xotirjamlik bo'ladi derkan. Otalar shunday duo qilar ekanda, yaratgan farzandlarimni bir-biridan kam qilmagin. Jufti halollari bilan baxtli yashasin. U men ko'cha-ko'yda yurganda shunday go'zal oilani piru badavlat otasi sizmisiz deganda uyalmaydigan chiroyli maqomni egasi bo'lay deya duo qilishar ekan. Ilohim, ana shu baxtingizga ko'z tegmasin. Oilangizni Alloh o'z panohida asrasin va sizga berilayotgan ne'matlarni keti hech qachon uzilmasin. Kimdan boshlaymiz chiroyli tabriklarni? Bo'lmasam biroz yaqinroq kelasiz va sizni chiroyli foto videolarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun boshimizdagi soyabonimizni shukrona kunlari ekan. Tabriklaymiz. Bular bor bizani yutug'imiz, bizani hamma shu hozirgi kelgan manzilga sababchi eng asosiy inson. Ishqilib har doim boshimizda bo'lsinlar. Nevaralarning rohatini ko'rib, faqat rohat farog'at yashashsin keluvliga. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun adajonimning tug'ilgan kunlari, umrlari uzoq, rizqlari butun. Allohim ikki dunyolarni go'zal qilib, har doim duogo'yimiz boshimizda tursinlar. Onam bilan qo'sha qarib, rohatimizni rohatda ko'rib yurishlik nasib qilsin. Hamma o'ylagan yaxshi niyatlarga yetib yursinlar. Hoji do'da hojoni bo'lib yurish nasib qilsin. Yana ko'p-ko'p. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum.
qo'shnilar, onajonim, qarindoshlarim, jigarlarim, mahalladoshlarim, qudandalarim xush kelibsizlar. Mana shu koshonada sababchisi bo'lgan xo'jayinimlar yuzlardan oshib yursinlar, iloh o'sha qariylik pollarga bosh bo'lsinlar, yuzlardan oshib yursinlar. Ra'no qizim o'sha yerda baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin, sog'lik farzandlar bersin ilohim. Eng yaxshi hayotlari go'zal, chiroyli bo'lsin. Allohim faqat baxt so'rayman shu qizimga. Yaxshi tilaklar o'zingizga ham hamroh bo'lsin deymizda va adajonimizga arzimas chiroyli sovg'amiz bor. Xudo xohlasa ana shu sovg'alarni topshiramiz. Qarsaklar bilan olqishlab turasiz. Ovozinglar qani? Demak, adajon sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Buni menimcha onajonim o'zlari ataylab tanlaganlar. Sababi hayotingizdagi baxtli kunlarni nasib etsa nabiralar bilan birgalikda mana shu chiroyli televizorlarda umra hajlarni ziyorat qilib kelganingizda qudajonlar bilan nabiralar ardog'ida chiroyli dasturxon ustida birgalikda tomosha qilamiz. Beminnatgina o'zimizniki bo'ladi. Nabiralardan, farzandlardan ortgani sizniki bo'ladi deb alohida oldingiz. Ilohim mana shunday kunlaringizga ko'z tegmasin, oilangiz mustahkam bo'lsin va sizga havas qilganlar nasib etsa kelin-kuyovlarimiz ham shunday uzoq yillar davomida eng chiroyli juftlik bo'lishsin. To'ylar muborak bo'lsin. Davrada chiroyli oilani raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Biz mehribon oilamiz. Qani marhamat. Mehribanım saadatır, saadatı yaşanadı. Ömrüm şudur mehabettir, umrim şudur mehabettir, mehabeti yaşanadı. Ömrüm şudur mehabettir, umrim şudur mehabettir, mehabeti yaşanadı. Üstümüzden geçti gülek, üstümüzden geçti gülek, şen zarafat şirin dilek. Biz mehriban aile, biz mehriban aile, gelin dostlar diye güley. Biz mehriban aile, biz mehriban aile, gelin dostlar diye güley. Hey! Baxtli bo'linglar, ko'z tegmasin. Üstümüzden geçti gülek, üstümüzden geçti gülek, şen zarafat şirin dilek. Biz mehriban aile, biz mehriban aile, gelin dostlar diye güley. Biz mehriban aile, biz mehriban aile, gelin dostlar diye güley. Yüreklerde yeşillidir. Mahabbatle yanavcılar, mahabbatle yanavcılar, yüreklerde yeşillidir. Mahabbatle yanavcılar, mahabbatle yanavcılar, yüreklerde yeşillidir. Mahabbatle yanavcılar, mahabbatle yanavcılar, yüreklerde yeşillidir. Hey, yüreklerde yeşillidir. Ovqatlanib bo'lgan bo'lsanglar, onajonlarimizni davraga taklif qilamiz. Sokin taronalarga raqsga tushadiganlar bo'lsa, bexijolat davramizda xirom aylasanglar bo'ladi. Ustozlarimizning qo'shiqlari bilan davom etamiz. Kuylar chalib beroyim, birdan ormonsin deb.
qora qalamgina. Hey kipriklaring nayzasiga fido bo'lay, ko'z ichida qaraganda ado bo'lay, sevaman deb pichirlagan sado bo'lay, qosh qora ko'zi qora qalamgina. Mohim mening mohlardan ham suyugimsiz, topganim talpinganim buyugimsiz, kuygan dilim bir parchasi kuyugimsiz, qosh qora ko'zi qora qalamgina. Yondiradi kuydiradi sanamgina, 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 qosh qora ko'zi qora qalamgina. Oy bo'lsang dast bergaling menga, topdim ey jon davlati poyadaman. Jonni berdim bir yo'la yo'lingda men, ishqing ila to qiyomat tindaman, ishqing ila to qiyomat tindaman. Jonni berdim bir yo'la yo'lingda men, ishqing ila to qiyomat tindaman, ishqing ila to qiyomat tindaman. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr, 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni darrov borib yora yetib. Armonlarga aylanmasin mana oshiqning orzulari, lablarimga muhrlangan go'zalimning kulgulari. Maktubimni darrov borib yora yetib. Toshkentdan Xorazmgacha, hey yo'q Xorazmdan Toshkentgacha xuddi shuncha kilometr, 1100 kilometr. Mehmonlarga eshik ochiq, san tinchgina uyda o'tir. Chayirmani ataman, qochib qolib turuyna. Chayirmani ataman, ey, qochib qolib turuyna. Hammaga o'zing ko'rsatib, sochib qolib turuyna. Hammaga o'zing ko'rsatib, sochib qolib turuyna. O'yna, o'yna, chayirmani ataman, olaman desang 1 million sotaman. Ey o'yna, o'yna, chayirmani ataman, ey, zo'r o'ynasang arzonroqqa sotaman.
chiroyli zebu ziynat tantanalar saroyidagi barcha xodimlarga, to'yxona ma'muriyatiga, yelib yugurib xizmat qilgan aziz aka-uka, opa singillarimizga, shirindan shakar taomlar pishirgan mohir oshpazlarimizga, o'z ishini ustalari, professional foto, video suratchi aka-ukalarimizga, ovoz operatorlarimizga va Kaminaxon, Latofat xonim hamda Guli xonim go'zal qizlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qilgan mehnatimizdan rozi bo'ling, biz ham rozimiz. Yaxshi kunlarda, chiroyli to'ylarda yana siz bilan diydorlashish nasib etsin. O'zingizni biz uchun ham ehtiyot qiling. To'ylar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.